bu tanani boshqarish. Psixologik tayyorgarlikda sportchilar uchun tanani boshqarish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Siz ham tanani boshqaramiz degan fikr bo'lishi mumkin. Yo'q, gohida tanani boshqarishni unutib qo'yamiz. Tana juda ko'p holatlarni, emotsional holatlarni signali bo'ladi. Birinchi navbatda yelkalaringiz to'g'ri tik turishiga e'tibor qarating. Qanchalik yelkalar shu oldinga egilib, bundoq biz bo'ynimiz bilan ham o'sha bukchayibroq turadigan bo'lsak, insonda o'ziga bo'lgan ishonch ham muvofiq ravishda, proporsional ravishda pasayaveradi. Shundan kelib chiqqan holatda va bu raqiblar bilan musobaqadan oldin yoki bevosita musobaqa jarayonida sizni yonma-yon turganingizda o'sha sizga g'alabaga munosibligingizni bitta indikatori sifatida raqiblarga bu belgi sifatida ko'rinadi. Agar aytaylik o'sha bukchayibroq, xuddi yerga kirib ketadigandek biz turadigan bo'lsak, bo'ldi, raqibda fikr hosil bo'ladi. Bo'ldi, bemalol o'ziga ishonmayapti, hayajonlanyapti, qo'rqyapti, men bemalol uni yutishim mumkin degan fikr hosil qilishga biz imkoniyat qoldirmasligimiz kerak. Xo'p, mayli, sizda tajriba zo'rdir, natijalaringiz zo'rdir, lekin o'sha natijalar tajribadan tashqari siz uni o'zingizni tanangizda ham ko'rsata olishingiz kerak. Birinchi navbatda tana sizni o'rningizga gapiradi va shu gapirish jarayonini biz zo'r qilishimiz kerak. Albatta, o'sha yelkalar tik holatda bo'lishi eng muhim, o'ziga ishonchga proporsional. Ayrim tadqiqotlar ham hattoki isbotlagan, bukchayib yuradigan, yelkasini qisib, biroz egilib yuradigan odamlar nisbatan o'ziga ishonchi pastroq odamlar bo'ladi. Qanchalik inson o'zini o'sha yelkalarini tik tutib, umurtqa pog'onasini tik tutib yuradigan bo'lsa, uni o'ziga ishonchi ham muvofiq ravishda balandroq bo'lishi mumkin degan shunday fikrlar mavjud. Bundan tashqari, tana deganda faqat yelkalar, inson o'zini o'sha tik tutishi emas. Bundan tashqari ko'z qarashlar ham, mimika ham aytaylik sizni o'rningizga muayyan ma'noda gapirishi mumkin. Aytaylik, oynaga qarab o'zingiz mimikangizni ham kuzating. Musobaqalardagi videolarni kuzating, musobaqalardan olingan rasmlarni kuzating. O'sha vaziyatda sizni yuzingiz nimalarni aytayotgan edi, nimalar deyotgan edi, sizni ko'zingiz qayerda edi va iloji boricha raqiblar bilan o'sha ko'z-ko'zga tushish holati bor. Ayrim sport turlarida aytaylik alohida face to face qilinadi musobaqalardan oldin, ya'ni yuzma-yuz holat bo'ladi. Shu har qanday bevosita musobaqa boshlangan payt yoki musobaqadan oldingi o'sha insonlarni o'sha yuzma-yuz sportchilarning yuzma-yuz turish holatlari, bir-biri bilan salomlashish, ko'rishish holatlarida ham sizni ko'z qarashlaringiz, sizni o'sha mimikangiz muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki shundan kelib chiqqan holatda ham raqibingiz o'ziga ijobiy argument topib olishi mumkin-da. Xavotiryapti, qo'rqyapti yoki hayajonlanyapti, demak, men undan ustunroqman degan fikrni raqib hosil qilishiga imkoniyat bermaslik kerak. Chunki mana shu fikr ham raqibga bevosita musobaqa jarayonida, musobaqa vaqtida biroz bo'lsa-da dalda bo'lishi mumkin. Biz bu daldani raqibda hosil bo'lishini oldini olishimiz kerak maksimal. Xo'p, bevosita bugun siz bilan psixologik tayyorgarlikda amal qilinishi kerak bo'lgan, rioya qilinishi kerak bo'lgan eng asosiy 10 ta qoidani ko'rib chiqishga harakat qildik. Albatta, psixologik tayyorgarlik faqat bu 10 ta qoidadan iborat emas va biz 10 ta qoidani endi baholi qudrat tushuntirishga harakat qildik-ku, lekin bu qoidalarni alohida har biri bo'yicha tizimli biz ishlashimiz kerak. Har biri bo'yicha o'zimizni strategiyalarimizni, o'zimizni yondashuvlarimizni ko'rib chiqishimiz kerak va strategiyalarimiz, yondashuvlarimiz har doim ham muvaffaqiyatli bo'lmasligi mumkin, har doim ham natija bermasligi mumkin va natija bermagan strategiyalarni qayta
o'zgartirishga tayyor bo'lishimiz kerak. Va psixologik tayyorgarlik zamonaviy professional sportda muhim ahamiyat kasb etishini hurmatli sportchilarimiz hech qachon unutmasligimiz kerak. Chunki mana o'sha jismoniy, taktik, texnik tayyorgarlik deymiz, sportchining salomatligi deymiz va oxirgisi psixologik tayyorgarlik. Va agar o'sha bittasi bo'lmaydigan bo'lsa, sportchini o'sha musht bo'lmaydi. U o'zi xohlagan natijaga erisha olmaydi va o'zi xohlagan natijaga erishgan taqdirda ham u o'zidan qoniqmaydi. Shuning uchun psixologik tayyorgarlik sportchi birinchi navbatda inson ekanligini inobatga olib, u robot emasligini inobatga olib, psixologik tayyorgarlik zarurat, ehtiyoj hisoblanadi. Hurmatli sportchilar, murabbiylar, ota-onalar, zamonaviy professional sport tobora rivojlanib, murakkablashib bormoqda va bu jarayonda mana shu kamida bugungi berilgan 10 ta qoidaga amal qilish, shu 10 ta qoidani inobatga olish, nazarda tutish natijalarni yaxshilanishiga, sportchini o'zi aytaylik yaxshi his qilishiga yordam berishi mumkin. Siz bilan sport psixologi Akobir Abdullayev bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.